Qanday qilib bolangiz sizga ishonadigan ota-ona bo'lish mumkin? Taxminan 9-10 oylikdan boshlab bolalar ota-onasining o'z harakatlariga bo'lgan munosabatini baholay boshlaydi. Ko'p narsani bola aynan onasi yoki otasini quvontirish uchun qiladi. Masalan, hojatxonaga o'rgatishda ham aynan muvaffaqiyatli urinishi uchun maqtov va hissiy rag'bat olgan bolalar tezroq o'rganadi. Shunday qilib, bolani deyarli hamma narsasi uchun maqtash mumkin. U o'yinchoqni oldi, yaxshi, shlyapani o'ziga qo'ydi, aqlli. Bolani ortiqcha maqtamaslik juda muhim. Aynan biz kattalar, agar biz o'zimizga aytilayotgan maqtov so'zlarini tez-tez eshitib tursak, qachondir ularni chin dildan qabul qilishdan to'xtab, qadrsizlanamiz. 6 yoki 7 yoshgacha bo'lgan bolalar esa maqtovga sazovor bo'lishadi. Va bolangizni maqtashdan uyalmaslik juda muhim, chunki bunday qo'llab-quvvatlovchi so'zlar uning shaxsiyati va o'ziga ishonchini shakllantiradi. Xulq-atvor qoidalarini muntazam ravishda buzadigan, ota-onasi yoki do'stlari bilan doimiy janjallashishni boshlagan, baland ovozda qichqiradigan yoki tepadigan bola bilan nima qilish kerakligini tushunish ancha qiyin. Deyarli har bir chaqaloq bu davrni hayotning 2-yilida boshdan kechiradi. Aynan shu yoshda bolaga ruxsat etilgan chegaralarni belgilash nihoyatda muhim. Bu degani bola ota-onasidan aniq va muntazam ravishda nimani qilish mumkin, nimani esa mutlaqo mumkin emasligini o'rganadi. Masalan, boshqalarni urish, tishlash, chimchilash qat'iyan mumkin emas. Pichoq yoki gugurtni onasi yoki otasisiz qo'lga olish ham taqiqlanadi. Ruxsat etilgan chegaralar esa har bir oilaning o'z qoidalaridan kelib chiqib shakllanadi. Ba'zi oilalarda hayvonlarga hurmat bilan qaraladi va shu sababli ularni dumidan tortish yoki ularni ranjitish qat'iyan mumkin emas, boshqa bir oilada esa bunday qoida bo'lmasligi mumkin. Eng muhimi, ota-onalar ham oilaviy qoidalarga rioya qilishlari kerak, chunki bola o'ziga yaqin kattalarning so'zlari va xatti-harakatlarini shimgichdek o'zlashtiradi. Agar oilada qoidalar mavjud bo'lsa va ularga amal qilinsa-yu, lekin bola nimanidir buzuvchi tarzda qilsa, har safar bu holat yuz bersa, uni to'xtatish kerak. Agar siz bu murakkab davrni sabr bilan o'tkaza olsangiz va bola ruxsat etilgan chegaralarni aniq tushunib olsa, u holda siz bola uchun o'zini xavfsiz his qiladigan va ishonch bildiradigan kattaga aylanasiz.